Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinam o'ylaymanki dunyoda yagona. Nimaga buni aytyapman? 221da bunaqangi sostoyandakisini ko'rmaganman, ishoning. Bu restayling emas, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Haqqoni 221 407 biturbo. Holatga 5 ketasiz. Aynan mana shu diskani o'ziga ham yangi JM avtomashinasiz xarid qilsangiz bo'ladi. Qarang, sostoyang. Kraskalari absolyutno top-toza. O'ylaymanki buni nemislarning o'zlari ham qidirib yurishdi. Lekin topolmaydi, faqat Karistozda bo'ladi. Buni qarang. Nima uchun bunday deganimning sababini o'z ko'zingiz bilan ko'ring, do'stim. Bormi bunaqasi, hamma elektronikasi ishlaydi. Pnevmo podveskasi, 4 ta sideniyada ham massaj sideniya. Telefonchalarni qarang. Matli turibdi. Kitob daftarchalarini bo'yi ochib tashladim, buni qarang. Ideal. Yo Alloh, bagaj yopiq. Bu zakaznoy bo'lib 2016-yil O'zbekistonga kirib kelgan. Kim zakaz qilgan deb o'ylaysiz? Faqatgina sir bo'lib qoladi. Butun respublika taniydigan odam o'zlari uchun maxsus zakaz qilgan. Sidenkalar bunda ham, orqalarida ham massajlar mavjud. Buni qarang. Voy! Idealmisan, ideal do'stim. Yo'q, bunaqasi haqiqatan ham yagona. Men nimaga respublikaga vizit demadim? Chunki 2007-yil, 2006-yillarni topishingiz mumkin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 221 S-klassda bunaqa sostoyandaksini topish bo'ki faqatgina Karistozda. Narxi ham ajoyib narxga tushirib qo'ydim. 22 ming kilometr masofa bosib o'tgan, kraskalar absolyutno top-toza. 407 biturbo. Vay, buni qarang. Bismillah. Ochilishlariga necha knopkalarni qarang. Motion boku champion farsh ideal. Kulishlari o'ziniki. Aynan shu mashina bitta samolyotda O'zbekistonga kirib kelgan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Bu srednisi. Longi emas, maydasi emas. Ko'pchilikka yoqiydigan kuzov aynan mana shu bo'ladi. Egalari sotmayman dedilar-yu, 2-3 kun oldin ko'ndirdim. Aka, keling shuni Karistozga obzorini chiqaraylik deb turib, 68 ming dollar qilib belgilab qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib bosib o'rsalaringiz bo'ladi, chunki bunaqa sostoyangi ishoning, qidirsangiz ham topa olmaysiz. Faqatgina Karistozda bo'ladi. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang, chunki Karistozda ana shunaqangi odatiy avtomashinalar har doim obzorida bo'ladi. Zo'rlari va yagonalari faqat Karistozda. Obuna bo'lsangiz afsuslanmaysiz. 68 ming dollar yana savdosi bor.